Assalomu alaykum hurmatli Istret kuzatuvchilari. Mana bugun o'sha biz dillari bo'lgan agensiya misirovkalari, aralari hamda boshqa ferma, o'sha Turkiyaning boshqa fermalari, Xitoy misirovka aralarini birma-bir sizlarga bugun yoritib o'tib ketaman. Agensiya ferma misirovkalari, mana bu yerda chag'dash bor va biz ko'p sotamiz. Bosfor bor, hozir sugab qoldi. Xo'p, nima demoqchiman? Turkiyaning O'zbekistonda 8 dan ortiq turdagi misirovkalari bor. Misol har bor, Bugazchi bor, Matika bor, Ara fermasi bor. Ko'pi bilan ishlamaymiz. Nima uchun ishlamaymiz? Chunki sifat darajasi ancha past. Keyin zavod garantiya bermayapti. O'shaning uchun biz ular bilan ishlashni hozir to'xtatganmiz. Lekin bizda qarang, chag'dash, Bosfor. Bosfor ham, chag'dash ham sifati buzilgan. Hozirgi kunda zavod garantiya bermaydi har ikkalasiga ham. Lekin biz uni olib sotishimizdan maqsadimiz, misol olib sotishimiz ko'p joyda ko'p tarqalib ketgan. Misol chag'dash bo'lsin yoki Bosfor bo'lsin, vaqtida ko'p odam olib ishlatgan, baraka topgan, kimdir kuygan misol uchun, uni bilmayman. Men uni yomonlamoqchi emasman yoki bir yomon tarafini ko'rsatmoqchi ham emasman. Chag'dash bo'ladigan bo'lsa, ichki reduktor qismi mana bunday plastmassa shestronkalardan tashkil topgan bo'ladi. Biz buni reduktorga yoki bu holatiga hech qanday garantiya bermaymiz. Sabab zavodda o'zi hech qanday garantiya bermayapti. Etiketni yopishtiryapti 3 kilovat, lekin aslida ichida 2 kilovat motor, Xitoy motor qo'yyapti. Hozirgi kunda chag'dashga. Borini boricha aytaman, bu yomonlash emas. Buni ham o'zimiz sotamiz. Prosta bu bizlarga o'sha biz buni dealer sivasini olganmiz. Agensiya misirovka bo'ladigan bo'lsa, ichki o'sha reduktor qismi temirlik bo'ladi. Misol buni 3 kilovatligi ham bor, 2 kilovatligi ham bor, 22 taligini 1 yoki 1,5 kilovatliklari ham bor. O'sha sifatiga, darajasiga qarab narx chiqadi bularga. Misol qimmatroq, arzonroq o'sha. Misol 1 kilovat bilan 1,5 kilovat o'rtasida zadish razницasi bor. Mana bu misirovkamiz, bu oddiy metallический, mana chip pichoqlari oddiy metal, qora metal. Bu Bosfor bo'lsin, chag'dash bo'lsin, xullas hammasi ichki bozorda eng ko'p sotiladigan ходовой versiyasi bu metallический. Buni ko'pchilik biladi. Bu ichi qorayadi, zang bo'lib ichi qorayadi. Xo'p, buni premium klass versiyasi bor. Mana bu nержавейка, tish pichog'i ham nержавейка bo'ladi. Turklar parslanmas deydi, ya'ni zanglamas degan ma'noda. Yillar o'tsa ham xuddi shu holatda turadi. Go'shtga hech qanaqa hid yoki ortiqcha ranglar bermaydi bu. Xolodilniklik versiyasi, bu ham misol. Mana bu parslanmas, o'sha zanglamas xolodilniklik. Bu oddiy metallический xolodilniklik bo'ladi mana. Mana bu qo'limdagi o'sha qorayadigan oddiy metallический varianti. Mana bu parslanmas nержавейка varianti. Plus ikkoni farqini ko'rishingiz mumkin. Bu yillar o'tsa ham bu shu rangda turadi, o'zgarmaydi. Bu esa qorayadi. Soatiga 750 kilogacha bo'lgan go'shtni bemalol o'tkazib olasiz. Lahm go'shti o'sha qora go'shti. Agar muzlagan, payli, yog'li go'sht agar aralashtiradigan bo'lsangiz, chiqaradigan bo'lsangiz, u daraja ko'rsatkich tushishi mumkin. Instruksiyada shunaqa. Biz 3 kilovatlik qildirib kelishimiz sababini aytmadim, hozir aytib o'taman. 3 kilovatlik nima uchun? O'zimizda muzlagan go'sht chiqarishadi. O'shaning uchun 3 kilovatlik versiyasi bor buni. O'zimizda g'ijjon shashlik ko'p qassoblar hozir muzlagan go'sht olib nima qilib chiqarishadi. Unga 3 kilovatlik o'zimiz qildirib kelyapmiz. Uni reduktori o'sha 3 kilovatlik motorga chidab beradi. Xohlang 4 kilovatlik qo'ydirsangiz ham chidab beradi. Chunki reduktori baquvvat, biz garantiya beramiz. 1 yillik kafolat, servis xizmati, hozir video davomida yana ko'rsatib o'tamiz. Bularning zapchaslari ham bor. Yillar davomida 10 yil, 15 yil, 20 yil borinki endi ishlatishga qarab aka, uni nima deya olmayman. Misol kimdir avaylab ishlatadi, kimdir misol olib turib shogirdlarga beradi. Endi bilmaymiz endi qanday sharoitda ishlashimizni bilmaymiz. Lekin ishlasa davomiy o'sha remont qilib yana ishlatib ketaversa bo'ladigan versiyalarda aytyapman aka. Aralarimizga keladigan bo'lsak, aralarimizda 1 kilovatlik, 1,5 kilovatlik motorlari bor. Avoroti 1,5 ming bo'ladi. Og'irligi 76 dan 79 kilogacha bo'ladi. Ishlatilgan nержавейкалari 304 marka bo'ladi bularda. Keyin og'irlik nimaga rol o'ynaydi? Og'ir go'sht kesayotganingizda ara qimillab ketmasligi yoki bo'lmasam sirpanmasligi, qaltiramasligini ta'minlab beradi og'irlik. Xitoy aralari misol 3 tasini bitta qilsangiz, buni bittasini og'irligiga teng keladi. Men buni yaxshilamoqchi emasman. Xitoyda ham arasi zo'r. Xitoy zapchas bermaydi. O'sha tomonlama to'xtalish bilan. Keyin juda ko'p Xitoyda aralarda alyumin motor, alyumin admotka o'raladi, qiziydi, qizigandan keyin kuyish holatlari bo'ladi. Xo'p, kuydi deylik, kuygandan keyin admotka qildiraman deb ustaga olib borsangiz, admotkadan chiqmaydi. Mana tepada ham turibdi. Buni o'zimiz misol bu 1,5 kilovatlik hammasi Xitoyga zakaz bilan yasatganmiz mis admotka bu. Agar kuyadigan holat bo'lsa, admotka qilsangiz, bu admotkadan chiqadi, tepadagi Xitoydagi. Boshqa xildagi Xitoyda o'zidan zakaz berib, Xitoyda o'zi yuboradigan variantdagi keladiganlarni biz uni ichini bilmaymiz. Admotkadan chiqmasligi misol bizga noma'lum. Ko'pincha holatlarda admotkadan chiqmaydi. 1,5 ming оборотga ega aka. Go'sht kesganingizda o'sha qattiq muzlagan go'sht bo'lsin, suyak bo'lsin,
yoki lahm go'sht bo'lsin, siz o'lchagan qo'ygan razmeringizda aniq fix ravon kesib beradi. Garantiyasi 1 yil, zapchastlari ham bor, servis xizmatlarimiz ham bor. Ikkinchi asosiy nuqtasi bor buni. Arrani yumshatib, arrani olish, bo'shatish. Tepada buradigan joyi yo'q. Avtomat regulirovka qiladi bular. Sizlarga ham shunaqangi sifatli misrovka, suyak kesadigan aralar va boshqa turdagi Xitoy aralari mana bunaqa misrovkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilib, kelib, ko'rib, savdo qilib, xohlasangiz onlayn ham savdosini qilsak, chiqarib yuboramiz. O'zbekiston istalgan hududiga biz yetkazib beramiz. Bonuslari bor, har xil kelishilgan holda hammasini qilib beramiz. Xudo xolasa baraka topib, yaxshi kunlarga ishlatishingizga tilakdoshmiz akajon.